Endi sizlar bilan ustuvorlik belgilash bo'limini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, agar xizmat yuqori ball olgan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tiladi. Buning uchun ustuvorlikni belgilash beti ochiladi. Xo'sh, ushbu betni ochganingizdan so'ng siz xizmatni rivojlantirish, ya'ni yaxshilash bo'yicha aniq tashabbuslarni kiritasiz. Masalan, dublikatni avtomatik shakllantirishni yo'lga qo'yish, jarayonni avtomatlashtirish, ariza shaklini soddalashtirish, xizmat muddatini qisqartirish kabi o'z tashabbuslaringizni kiritib o'tasiz. Rivojlantirish doirasi davlat xizmatidagi majburiy talab. Shuni ham kiritib ketasiz. Har bir tashabbusning qiymati va murakkabligi baholanadi. Masalan, qiymat mana shunday baholanadi: moliyaviy natija bo'yicha, vaqt qisqarishi bo'yicha har bir ball beriladi. Ya'ni 5 bu yuqori ta'sir, 1 esa past ta'sir. Shunday qilib har bir qiymat belgilab chiqiladi. Keyingisi esa qiymat reyting bu yerda baholanadi. Masalan, ballni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Murakkablik bo'yicha ham moliyaviy resurslar bo'yicha inson resurslari, texnik resurslar va oxirida murakkablik reytingi baholanadi. Bu yerda ballni siz ko'rib chiqishingiz mumkin. Keyingisi murakkablik matritsasi bilan ishlash, ya'ni masalan tizim tashabbuslarni maxsus matritsaga joylashtiradi. Oxirida ushbu berilgan siz tashabbuslaringizni tizimni o'zi matritsaga joylaydi. Ushbu matritsa 2 mezon asosida ishlaydi. Birinchisi qiymat, ikkinchisi esa murakkablik. Qiymat yuqori va murakkabligi past tashabbuslar eng samarali hisoblanadi va birinchi navbatda amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Bu yerda tizimni o'zi sizga baholaydi va chiqarib beradi. Ya'ni murakkablik matritsasini o'zi aniqlab beradi. Bu usul resurslarni to'g'ri taqsimlash va tez natija beruvchi loyihalarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu kiritgan tashabbuslaringiz orqali, matritsa orqali siz ko'rib, tanishib chiqishingiz mumkin. Masalan, eslatma, diagramma ichidagi raqamlar tashabbusning raqamini bildiradi. Oldingi jadvaldagi tashabbus nomiga mos raqam. Ya'ni ustuvorlik masalan shunday belgilanadi. Bosqich tez, strategik past, qayta va tavsif tashabbus amalga oshirishga oson va yuqori ahamiyatga ega. Shunday qilib belgilab chiqiladi. Zero Bureaucracy Radar uz fayli davlat xizmatlarini tizimli baholash, byurokratik jarayonlarni aniqlash va xizmatlarni takomillashtirish bo'yicha qaror qabul qilishda muhim vosita, ya'ni aynan ushbu Excel fayl. Bu Excel fayl bo'yicha ma'lumotlarni siz to'g'ri, aniq va to'liq ravishda kiritishingiz kerak. Ya'ni kiritishingiz juda muhim hisoblanadi. Fayldagi avtomatik hisob-kitoblar esa qaysi xizmatlar birinchi navbatda rivojlantirish kerakligini obyektiv ravishda ko'rsatib beradi. Ushbu Excel fayl bo'yicha savollar bo'lsa, siz ushbu savollaringizni mutaxassislarimizga bemalol berishingiz mumkin.